Musafirga yet bo'lmaydigan ana. Musafirga yet bo'lmaydigan dada. Ata yet desa, kechichi ko'zda uyqu yo'q. Yangi kiyimlarni qayta kiyib baqatdik. Ataganda namozga mangan vaqtda yangi kiyimlarni kiygizib yo'lga salatdi. Namozda yinib uyga kirganda, uyda masalik tomoqning hidi kelatdi. Qarindoshlarning jam bo'lishini kutib taqitimiz taq bo'ladi. Shu vaqtlarda bizga hep bo'lar ekan. Ammo musofirga hep bo'lmaydigan ana. Mahallada do'stlar bir-birimizga yetliq chiqqan pullarimizni ko'z-ko'z qilib, qanday xarjlashni planlab bo'latdik. Siz qurbonlikqa otgan qo'chqarning beshida takbir aytayotganda, uning quyrug'iga esilib, jannat haqida go'zal tasavvurlarni qilishatdik. Shunda xushal kayfiyatda hammani unutib qolatdik-yu, lekin yet bozorni hargiz unuta olmaydik. Bizga shu vaqtlarda yet bo'pti ekan. Ammo musofirga yet bo'lmaydi ekan dada. Do'stlar bilan sho'xlik qilib, mahallni beshimizga kiyib yursak, biri kelib to'simaydi. Biz bilan birga o'ynab kichik bolaga o'xshab qoladigan mahalladagi cho'nglarning yonchiqidan ozg'ina kamputlarni elib bizni xushal qilishlari, hit patisi deb o'yma-o'y kirishlarimiz shu vaqtlarda menga hit bo'pti ekan. Hozir menga hit bo'lmaydi ekan ana. Uydagi dasturxonga tizgan narsalarni o'g'irliqcha yeyotdik. Urug' tuqqanlarning uyiga berib olsak, hamma joyni qalaymaqon qilib, uyni beshimizga toza kiyatdik. Ondan qattiqroq gap anglaganda to'xtab qiydig'ili turatdik. Bizga shu vaqtlarda yet bo'pti ekan jinim dada. Ammo musofirga yet bo'lmaydi ekan. Meni yoyratqani shu to'puliq ko'cham ekan. Shuncha kangri shahardan yoyrig'idek bir joy topolmay qoldi. Vatansizlikdan ortiq g'eriblik yo'q ekan. Qarindoshsiz, ahl mahallisiz, eng muhimi osh to'puliq ko'changsiz. Men musofirga hech bo'lmaydi ekan ana. Uydan ayrildigan chog'da endi uchadigan bo'ldim deb ekanman. Amaliyat xatolashibdiman. Meni uchirdig'ini musofir shahri emaskan jinim dada. Uydan ayrilganda endi nima qilsam meni boshquradigan odam yo'q-ku deb ekanman. Amaliyatda men erkin emaskanman. Meni uchirg'ini osh to'puliq ko'chankan. Meni erkin qildig'ini shu sahroyi qiyomatkan ana. Endilikda musofirlikqa tutqun bo'lib, shu to'puliq ko'changizni seg'inyapman. Menga shu vaqtlardan boshlab yet oxirlashibdi. Menga endi yet bo'lmaydi ekan dada. Toki musofirlikning tutqunligidan qutulmagicha, toki osh to'puliq ko'changa yalang oyoq dassimigicha menga yet bo'lmaydi ekan ana. Chunki men bir musofirman. Yatsirgan, g'eribsingan, teshida yet, ichida motam tutgan musofirman. Duoyingizga yig'a va seg'inish aralashtirgan, uyda qolgan yetlarim bilan ko'nglingizni ovundirishga uringan g'erib musofirman. Yangi do'stlardan o'ziga xushallik ham tasalli istaydigan musofirman dada. Har qitim hech kelganda ko'z yoshlaring oralash saloming bilan duoying keladi. Sana tasalli bera alayman-yu, ammo o'zimga tasalli topolmay qolaman. Uyda göz saldim, kelib yavag'in deb chaqchaq aralash qilgan so'zlaringga faqat men uchun siz qo'shib yang deyishdan boshqa yaxshiroq so'z topolmay qolaman. Uyda bo'lgan bo'lsam, deb lavlarimni tishlab qolgan chog'larimda faqat atrofimdagi yotsirgan muhitdan tasalli izlayman ana. Yig'ibli tursa mehr yomg'iri, yuragi kimning anga chilashmas. İnsani söygüde insonni söysak, qaysi bir yurak eshikni ochmas. Söygüdür zinnat, söygüdür subat, mehr muhabbat insonga qanot.